kechgacha uyga unib bo'ling degan dadamdan bir ig'iz kepi bilan qattiq tayyorlik qilishga boshladim. Endi bu mening tunchiqdan vlogda aytishimga, meni qo'llab kelayotgan barcha azizlarningki mushu vlogimni yurak soni 5000 ochiq qo'yishimni umid qilaman. Maqsad meniki chiqargan so'pining 5000 yurak yig'ilibdi deb baqaychu. Bu fonyanchiq, lekin yurak az. Men nimishqa boshqa yurak berang deydigan deb o'ylaydim. Amaliyotda yurak bas odamning o'zining ko'ngli xush bo'lib qolgan emasmi? Shuni bilan ana dekiras 5000 tal yurak yig'ilib bo'lgandan keyin bu daqiz o'pinimda sizlarga muhim bo'lgan bir odamni ko'rsataman. Bu mening va'dam bo'lsin. Şunu bilen mağdım. Maaştan aeroplanğa çıkılmagan ekan. Şuna ötkileg matan aldım. Kendin algıma gavub qansıga kelib, tunu gavub evolayam deb. Tunu gavub aptime. Asasiyat abimdan amraq narsalarni andikin go'shkirda aldım. Lamponi qutni unutup qolmadim albatta. Şuna aldığım narsalarni apilib do'konga berib do'konning kishilarni bir o'rlashtirib deb do'konga mangdim olgan narsalarni olib bo'lib do'konga kasam degan kayfiyatim ishlarni ichilib kelib qaqalar ichilib ketdi mendan qutlamay aran qaqshaydi qaraganda chiqib qo'ydim buning ko'ngli yerim achamamsiz umamdi deb qag'inga do'konni men bo'lmasammi men badikida sizlarni yaxshi kutib oldi kasanlar bo'ldi ana lekin o chamnalarimni chiroq boshini silib kayfiyatimni chirlaydi ijara bir narsa bo'lib ketgan gap. Men muzika qo'yib qolgan urumchi chiqqan so'zday. Tuyuqsizlikdan darhol uyga kelgani bilsiz qolgan degan gapga kallam kirib, mening voyjon ma chiroylarimniki rengi yo'q. Geçen çıplarken köyünün bu adam bilen singlim inim bo'ldi dadamning ovozini anglar. Mana bizim qari Marvayit qizim keldi. Buyoqqa chiqsa. Dadamning qari Marvayit qizdaman. Jugatvetdim, lekin voyjon aslida köygisga ketgan o'tkilarning meni inim, ma singlim, kichik inim bilan opam chiqmay qolib oldimga. Hey, şunlama tötümüz yoldum bilay, çıktatımızda canım. Ma sığınım ininin buyunun igizliki öybücümün bek baka. Hem de öyünün çoğunu bu yaşta baka olanda oxumudum. Ma inim camdan hep özünü maqtab acama uruqla ketdim. Ben diye şöyle iş ketdim aca. Ve şöyle iş ketdim diyeyim bu. Ay de iş var bu çoğun olsa. Bir özündeki maqtab bu maqtabı qağınımız kerak, beni görüşte xayri xoş.